jamoat salomatligi tibbiyot institutining tarmoqli klinikasida ishlayman. Men o'zi jarrohman. Bundan tashqari Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining umumiy jarrohlik kafedrasida ham dars beraman. Mana bugun operatsiyamizni qildik. Juda ham chiroyli bo'lib o'tdi. Bundan buyog'iga mana zamonaviy klinikamizda bundan ham katta va chiroyli operatsiyalarni qilishga tayyormiz. Hurmatli talabalar, mana bemorimiz birinchi kelganda shikoyatlari ichi qotishi, qorin og'rishi, ichi dam bo'lishi, qayt qilishi, ovqat yeyolmasligi, qorinda og'riq bilan kelgan. O'sha shikoyatlar bilan biz operatsiya qildik, Adham Imovich bilan, domlamiz bilan operatsiya qildik. Hozirgi ahvollari yaxshi, mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bizga kelishda megakolon operatsiyasini bajardik. Ya'ni bu nima degani, ichak cho'zilib ketgan, yo'g'on ichakni bir qismini biz olib tashladik. Endi hozir bemorimiz yaxshi, 60 yoshga kirganiga qaramasdan ancha yaxshilar, nastroyeniyasi ham yaxshi bo'lib qolishdi. Bemalol turib, harakatlanib, drenajlar olinib, xudo xolasa yaxshilar. Yaxshimisiz Valjon aka? O'zingiz gapiringchi. Rahmat, Xudoga shukr yaxshiman. O'zimni yaxshi his qilyapman. Menda gapirishdi, nimasi yo'q. Juda ahvolim chatoq. Молодец. Hozir yaxshi. Xudo xolasa yengillab uyga ketadigan darajada turibmiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshi, rahmat. Shu doktorlarga rahmat. Bu juda ham katta murakkab operatsiya bo'lganligi uchun o'zi aslida 4 soat, 5 soatga yetib boradi. Lekin biz Adham aka mana ko'p yillik tajribali katta doktor bo'lganlar uchun unaqa vaqtga bormadik. Maksimum где-то 3 soatga bordik. Rahmat sizga Adham aka. Mana ko'rdilaring, operatsiyalarni qilyapmiz, bemorlar yaxshi. Demak, biz katta operatsiyalarda Adham Imovich boshchiligida katta operatsiyalarni уже yo'lga qo'ydik. Sizlarni ham mana boshqa kurslar kelyapti, boshqa gruppalar kelyapti. Sizlarni ham bo'sh vaqtlaringda darsdan tashqarida kelib, bu yerda praktika qilib, operatsiyalarga bemalol qatnashib, mana shunaqa talabalarimiz bo'ldi. Operatsiyada ishtirok etdi. Assistent sifat bayladi, bemalol qo'yib berishdi mana. Tikishdi, tikkani ham ruxsat berildi. Endi uning uchun tajriba kerak, tezda ko'p kelib turishlaring kerak bo'ladi. Mana Xudo xohlasa bemorlarimiz hammasi yaxshi, katta operatsiyalar qilishga mana biz tayyormiz.